Solar Q6 modeli upakovkasining ko'rinishi. Komplektida naushnikimizni o'zi va zaryadlash uchun micro USB bo'ladi. Keysning ko'rinishi. Bu yerda USB port va mikro porti bor. Mikro port orqali 5 vatli zaryadka bilan zaryadlaymiz. Quloqchinimizni USB porti telefonlarni 5 vatli zaryadka bilan zaryadlab beradi. Batareyasi bor, 1200 mAh mana bo'rtib chiqib turibdi. Bundan tashqari keysimizda quyosh nurlaridan zaryad oladigan panel bor. Ko'rishingiz mumkin. Quyosh tig'iga qo'yish shart emas. Soya salqin joydan ham bemalol zaryad oladi. Umuman olganda oddiy yorug'likdan ham zaryad olib turaveradi. Quyosh tagiga qo'yib bo'lmaydi. Batareykasini ishlatib olish mumkin. Quloqchinlarga keladigan bo'lsak, Bluetooth versiyasi 5.0 10 metr masofada ishlab beradi. Naushnik bilan telefon orasida zadержка bor. Bluetooth 5 bo'lganning hisobiga quloqchinlarning zaryadiga keladigan bo'lsak, to'liq zaryad bilan 3 soat davomida tinimsiz baland ovozda ishlab beradi. Ovozining sifati o'rtacha, baslari javnaqa yuqori emas. Mikrofonning sifatiga keladigan bo'lsak, mikrofon yaxshi ekan, telefonda gaplashib ko'rildi. Xonada bemalol suhbatdoshimiz bizani eshita olyapti. Autoplay pauzalari yo'q. Sensor ishlashi yaxshi. O'ng tarafini 2 marta bosamiz. Keyingi trek, chap tarafini 2 marta bosamiz, oldingi trekka qaytadi. Solar Q6 modeli.